Spalli mebel olmoqchisiz, lekin shaharda bitta yagona Charles'ta olmoqchimisiz? To'g'ri tanlov bu Avlo mebel. Videoni oxirigacha ko'ring, sababini tushuntirib beraman. Nega unaqa deysizmi? Buni birinchi o'rinda turgan narsasi bu kravatini dizayni bo'ladi. Razmerlari 2.15 ga, eniga 2.10 bo'ladi. Matraslari 2.10 ga 1.70 razmer tushadi. O'shanda siz bemalol buni xoningiz agar 3 ga 4 yoki 4 ga 4 xona bo'ladigan bo'lsa, bemalol tushirsangiz bo'ladi. Shkaflarini ham neobычный qilib ishlangan, fasadlari krashenный MDFlar, eshiklari ham mexanizmlari o'zi plysos mexanizm tortiladi. Обязательно o'zimizdan anadaga qo'ygan holda o'rtalari ichi ko'rinadigan svet oynali bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Buni o'zi avtomatik sensorli svetda yonib o'chadi. Tumbuchka va trimolar ham alohida mavzu, sababi o'zini fasadlariga bir xil qilib qilingan. Ko'rishingiz mumkin, krashenный MDFda bo'ladi. Mexanizmlari ham o'zi ham boshqa olam. Agarda shu mebelimizda sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol quyidagi raqamlarga aloqaga chiqing. O'zimizda sizga ma'lumot berib o'tamiz.